Nomer telefon ishlatmayman deyaptilar. Savdasi nechpul bo'lyapti? Nechpul qilyapti bozor? Ablajon nechpuldan qilyapti? Mana shu yerda 13,5 qilyapti ikkalasini. Nechpul? 14,5 ga do'sondan qilyapti. 14,5. Hozir mana shu tevasi 13,5 turibdi. Savdolar avjida mana. Nechpul qilinyapti? 14 million 8 qaysi? Uchalasimi? O'rtadagi 14 million 800 ga berilmayapti mana savdo bo'lyapti. Bular sotildimi aka bular? Yo'q, buni 15,5 qilyapti. 15,5 qilyapti, berilmayapti 15,5 ga. Bunisini 14 million oqchi oq. Bunisi 16,5 ekan bunisi. 16,5 million. Savdolar avjida mana. Bozor bo'shayapti mana. Savdosi bo'lyapti mana novvoslar ikkalasini. Buni kichinasini 14,5, bunisini 19 qilishyapti ekan mana. Buni unisini 19 million qilishyapti ekan mana. Unisini 14,5 savdo bo'lyapti mana. Bitta buqalar ekan mana shvedlar. Kimdan ekan bular? Egasi kim ekan buni egasi? Semiz ekan. Shvedlarda zo'r ekan mana buqalarni. Semiz odam. Obunachilar mana katta buqalardan. Go'sht narxi 120 ming bo'lyapti Qo'qonda. Bag'dodda 110 ming ekan novvos go'shti. Qo'qonda 120 ming novvos go'shti. Qo'chqor go'shti ham 120 ming. Tem bo'lib qoldi, sababi mollarga kasallik kelib, maymunchuchuk kasallik kelib, ko'p mollar o'lib ketdi. Shuning uchun 120 ming mol go'shti, 120 ming qo'y go'shti bo'lib qoldi. Bir xil narxi. Hech bunaqa bo'lmagan, kamdan kam holat. Endi shunaqa bo'lyapti. Shu mollar ko'p kasallik kelib o'lib ketgan hisobiga mana shu buqalar egasini topa olmayapmiz. Buqalar savdosi bu. Nechpul qilishdi shuni? 36 qilishdimi? 36 millionga berilmayapti bunisi. Bunisi 32 ga, unisi birinchidagi 36 qilibdi, uni ham berishmayapti mana. Dehqonchilikmi aka? Tirikchilik. Berishmayapti. Nomer qoldirmaymiz, nomerni qo'ymayman deyaptilar. Ana qora ham sizdan emasmi? Trivazniga tortib berilaveradimi? 60 mingdan Trivazniga tortib beraman deyaptilar. Qiziqqanlar bo'lsa, Qo'qonboy Chorva bozor nomeri qoldiri. Qizlaridan mana. Buqalar, novvoslar, savdolar bo'lyapti buni. Qassob akalar savdo qilishyapti.